Aka bu 2025-yil 1-yanvardan 2026-yil 1-yanvargacha bizda ma'lumotlar bo'yicha Bog'dod tumanida 4,5 mingta yakka tartibdagi tadbirkorlar, YTTlar tashkil qilingan ekan, mavjud bo'lganmikan? 2026-yili 1-aprel holatiga 50% yopib yuboribdi shu YTTlar. Mabodo sizni bozoringizdagi shu savdogarlarga, tadbirkorlarga bu aloqasi yo'qmi? Qanchalik bu sizni savdogarlaringiz bozor hududida shu faoliyat yuritib turgan tadbirkorlar YTT ochgan-u, hozir faoliyatda, keyin bu savolni ko'targani mana prezidentimizning qarori bilan Bog'dod tumani, Farg'ona viloyatida So'x, 3 ta furqat Bog'dod tumani og'ir hududga tushgan bo'lsa, shu Bog'dod tumani og'ir hududga tushishiga shu bitta omilmi, bir sabab bo'lgan bo'lishi mumkin-da. Misol, bu YTT yopildi 50% degan 2000 dan ortiq tadbirkor, ishchi o'rin yo'q bo'ldi deganda, sizni bozoringizdagilar hammasini bir tadbirkorlik shunaqa bir faoliyatni yuritadimi, soliq to'laydimi davlatga? Siz buni nazorat qilasizmi? Sizni vakolatingizdan bu narsa? Bizni vakolatimiz ular bilan shartnoma qilgan paytimizda guvohnomasi bo'lmasa biz ularga joy bermaymiz. Ular hammasi YTT ochib, guvohnoma o'sha 800 ta yetgan odamimiz hammasi bizga olib kelib nimasini YTTsini topshirgan. Undan keyin ular ba'zilari shunday ekanki, ochib 1-2 oy ishlatib bekitib turgani ham bor ekan. Biz borib ularni har bozor ogohlantiryapmiz. Ve noto'g'ri ish qilyapsan, yatting bo'lmasa biz bozordan chiqarib olishimiz kerak qonun bo'yicha deyapmiz, lekin shunaqa ichida shunaqalari ham bor ekan. Bu biz masalan 800 tadan hozir kunda yarimidan oshig'i bo'lishi mumkin, lekin ba'zilari aytgandek bekitib olgan bo'lishi ham mumkin. Sababi bu bizni hududimizga, mahalliy byudjetga, soliq tushumiga, keyin ishsizlikni ko'payishiga bir sabab bo'lishi mumkin-da bu narsa. O'shaning uchun buni nazorat qiluvchi idoralardan iltimos qilamiz shu masalaga ham e'tibor qaratishlarini. Aka, keyin bu bozor hududida chegarasidan ariq oqib o'tgan ekan, men hali ko'rmadim. Shu ariqni muhofaza zonasini ham shu mahalladagilar aytishyapti, bozor foydalanib kelyapti. Biz yaqabaqa chiqdik deyishyapti. Bu o'sha ariqni muhofaza zonasi, shu ariq masalasi bo'yicha ozgina qisqacha. Hozir bizda o'zingiz ko'rgandek ko'chada ham joyimiz, bu odamlar ko'chaga chiqib ham hozir savdo qilyapti-ku. O'sha joylarda joy yetmaganligi uchun biz yengil konstruksiyadan naveslar qilib berganmiz, savdo qilib turishibdi. Lekin hozir bu joyimiz dasturga tushgan, ariqda ikkala qirg'og'ida 5 metrdan yo'laklar bo'ladi, yo'l bo'ladi. Bu narsani biz hech qanday e'tirozimiz yo'q, uni qilib beramiz. Sababi biz uni qilsak, ariqda ikkala tarafini 5 metrdan ochadigan bo'lsak, biz bozorimizga yana ham aholi kirishga yo'l ochiladi, tirbandlikni oldini olamiz. Bu ariq masalasi bo'yicha shu aholi shu murojaatlar qilgan bo'yicha ham qanaqadir bir ma'mur sudebniy bir anaqalar ishlar bo'ldimi, nima bir ular ariza yozgandan keyin kelib bizni ham urgandi, bundan tashqari bu aholini o'zini ham urgandi. Bitta biz aholi ham hammasi bozor o'sha ariqni muhofaza zonasiga uy qurib olgan yo boshqa narsa qilib olgan. Hammamizga jarima qildi. Bizga 82 million jarima qildi. Biz 82 millionda o'sha 50%ni o'sha kuni to'lab berdik. Hozir ular bizni sudga bergan, hozir sud jarayoni etyapti. Shu ariqning ikkala tarafini xudo xolasa loyihangiz bo'yicha asfalt yo'l qilasiz. Yana bir kirish yo'li bo'lar ekanda. Yo'llar ochiladi, sentrga yana ham yo'l ochiladi. Menga eng qiziq bo'lgan joyi bu Bog'dod tumani Buyum bozori bo'yicha mana 2015-yili sizga o'tgan ekan, qaror bo'yicha o'sha yerda faoliyatni boshlagan ekansiz. Endi ba'zi bir sabablar bilan 2022-yildan bir realniy amalda boshlabsiz. Mana 4 yil bo'libdi. Aka, 4 yil ichida shu Bog'dod tumani mahalliy byudjetiga, shu davlatimiz byudjetiga bu Buyum bozori qanchalik daromad keltiryapti yo soliq to'lash bo'yicha qancha tushum qanaqa bo'lyapti aka, qanaqa edi-yu, qanaqa darajaga keldi hozir? Bu bo'yicha mana bizning menejerimiz bor, bo'yicha hisob etib beradi hammasini. O'zingiz tanishtirib olasiz. Meni ismim G'affor Kamoliddin, Buyum bozorining moliyachisi boshqaruvchisi hisoblanaman. Bugungi kunga kelib 2022-yildan buyon 2022-yilda 20 million atrofida tushum bo'lgan. 20 million 2022-yil boshlaganlar. O'shandan beri ishlaysizmi siz?
Yo'q, men 24dan beri ishlayman, lekin orqaga ham qarab Hisobotlar ko'rgan statistikasini statistika 20 million tushum bo'lardi 2022 oyiga shunaqa bo'lardi. 24 gacha misol uchun bu summani 100 millionga yaqin olib chiqqanmiz. 24-yilda Rahmonnazar aka investor jalb qilishgan. Bu borada qurilish bo'lib, savdo do'konlarini ijaraga berdik shartnoma asosida. Shu bo'yicha misol uchun bir oyga hozir 350 milliondan 400 milliongacha Hozir kunda. hozir kunda 25-26da. Buni endi mana sizni shu iqtisodchi sifatida agar bu loyihalar amalga oshsa, kelgusida, kelajakda bu yaqin yillarda bir qanchalik darajada bu tushum mahalliy byudjetga foyda bo'ladigan sizlarga masalan bu bozordan qonuniy belgilangan tartibda tushumlar qaysi darajaga chiqishi mumkin, qancha bo'lishi mumkin yaqin yillarda? Tushunarli. Hozir bizni rejada, kelajakdagi rejamizda hozirgi kunga kelib 800 ta oshiq do'konimiz bitgan. Obyekt to'liq bitirilsa 1200 ta atrofida do'kon bitadi. Pereskurantdan yana o'zimizning ichki xarajatlardan va tadbirkorlarga yaratib beradigan sharoitlarimiz, ya'ni har xil marketing ishlarini ham qilib beramiz. Xudo xohlasa, chekka hududlarga misol uchun qatnovlar muammo hozirgi kunda. Chekka hududlardan keluvchi bozorimizga xarid qiluvchilarga avtobuslar ham qo'yib beramiz. Xudo xohlasa, bular ham rejamizda bor. 1200 ta do'kondan 1 milliard oshiq pul tushadi. Bundan NDS to'laymiz 20%, foyda soliq to'laymiz 20%, NDS 12% to'laymiz. Bundan tashqari hozir kollektivimizda 12 ta xodim bor. 12 ta xodimdan daromad solig'i, ijtimoiy soliq to'laymiz. Xohlasa o'sha 1 milliardga chiqar ekanda общий tushadigan summa. Undan tashqari mana mulk qiymatimiz ham hozirgi kunda o'zi hali bitmasdan 2 million oshiqqa 2 million dollar. Mulk solig'i to'layapsizlarmi shunga hozir? Mulk solig'i, yer solig'i, mulk solig'i hozir endi to'laganimiz yo'q, eski holat bo'yicha to'laymiz. Mulk solig'ini hozir qurilish muddatimiz tugagandan keyin kadastr chiqadi. Foydalanishga qabul qilgandan keyin to'lashni boshlaysizlar. Eski holat bo'yicha to'layapsizlar hozir. Mulk solig'i, yer solig'i. Endi biz maqsadimiz, rahmat sizga, Rahmonnazar aka, Bag'dodni byudjeti, Bag'dodimiz og'ir hududdan chiqsin. Bag'dodimizda ham zamonaviy bozorlar, hamma qaysi soha bo'lsa zamonaviy o'sha belgilangan tartibda ishlar tashkil qilinishi tarafdorimiz. Men o'zi hech kim emasman, men ham shu Bag'dodni bir fuqarosiman. Bag'dod uchun shu imkoniyatimiz darajasida harakat qilib shu ishlarni olib boramiz, maslahat beramiz odamlarga. Shu qandaydir bir noqonuniy harakat bo'lsa, borib og'ayni bu noqonuniy bo'lyapti, shuni to'g'rilaginda bir ogohlantirish beramiz. Maqsadimiz Bag'dodni rivojlantirish, og'ir hududdan chiqarish, hammani ham maqsadi shu. Bag'dod tumani shu rahbarlarni ham, hokimni, prokuror, nacha hammani maqsadi shu. Xudo xolasa, shu uchun qanchalik ko'p qonuniy ishlar faoliyat yuritib, qancha ko'p daromad tushursalaring, shuncha Bag'dod xalqiga sizlar hammaga bu Bag'dod mahalliy byudjetiga tushgan pul hammaga taqsimlanadi. Qaysidir mahallaning ko'chasi asfalt bo'ladi, istalba qo'yiladi, transformator qo'yiladi yoki qaysidir kambag'al bir kam ta'minlangan oilaga bir qandaydir moddiy yordam bo'ladi. Hamma sohani rivojlantiradi-da. Bu bitta misol. Siz bu yerdan harakat qilsangiz, boshqa sohalar boshqa harakat qilsa, o'shanda Bag'dod tumani rivojlanib, o'sib, bu og'ir hududdan chiqib, xudo xolasa yaxshi tomonga o'tadi. Bir agar o'zingizda bir qanaqa bir xalqimizga shu bizni kuzatib turganlarga gapingiz bo'lsa, bemalol aka, bir og'zim gapirsangiz. Asl maqsadimiz bu yerga kelganimiz sababi shu, bizni Bag'dodga bir yaxshi bir mulk yarataylik. Shu xalqimiz shu yerdan kelib ketganda og'rinmasdan kelib bozor qilib ketish uchun bu joylarni yaratyapmiz. Bizning maqsadimiz shu, xalqimizga yaxshi joy yaratib, shu xalqimiz duosini olish. Bitta biz haligi hech kimni bir zulm qilib, birovni joyini olib qo'yamiz yo boshqa qilamiz degan maqsadda kelmaganmiz. Biz Bag'dodda obod bo'lishiga hissa qo'shamiz deb harakat qilyapmiz. Salomat bo'ling, sog' bo'linglar, sog' bo'ling siz ham. Alloh rozi bo'lsin, charchamanglar. Xudo xolasa ishlaringga omad.
yana bir qo'shimcha savollar tug'ilib qolsa aka, bir yana qandaydir sizlarda ham bizga qanaqadir bir gap so'zlang bo'lsa bemalol telefonlarni berib ketaman, sizlarnikini yozib olamiz, gaplashib aloqada bo'lib turamiz. Shu hamjihatlikda, birgalikda shu Bog'dod tumanida ortiqcha misol sudlarga chiqadigan bir qandaqadir bir idoralar orqali hal qilinmasdan shu o'zaro chetda hal qilib shu Bog'dod tumaniga mahalliy byudjetiga foyda keltirsak bo'ldi aka. Hamma xalqimizni roziligini olsak, shu prezidentimizni ham siyosati shunaqa. Salomat bo'linglar aka, sog' ishlaringga rivoj. Sog' bo'linglar aka, salomat.